Assalomu alaykum. Video kim surgan shahar 9-marshrut oxiri 50-maktab markasida 2 etajli yarim pula hovli sotiladigan ham uy 6 xona 2 sanuzelli. Yo'shlaringiz galdirazi teshik qilingan, bellanda mana kichkina mashina qo'ysasida bo'ladi. Uglovoy oynalar ham yana siniy oттенка, kafellar bosilgan, damlishlar qo'yilgan, balkoni bor. Bismillah deb ko'rib chiqamiz. Damlishlar qo'yilgan. Yerimiz dalan yo'shlaringiz uchun so'g'lar padmaya qurilgan. Seshiyasi bo'lgan. Pastayna bir zal, bir dalan qo'yilgan, rigillari, oynalari, ullu oynalar qo'yilgan. Aytganimizning padmaya sug'urilgan, elektrika montaj bo'lgan. Rakovina joylari ketibdi. 6 xonasi bor, 2 etajdan sanuzeli bor. Yerimiz sanuzeli bo'ladi go'shtlaringiz uchun. Bunun pishgan kavishdan sanuzellari, zinalar quyma. O'zi почти hamma kerak yerlar pishgan, yallari quyma. Bu tomonda spalnisi bo'ladi go'shtlaringiz uchun. Bir de azgina yeri var ayak tutuş için hem kirsermege yer çekmege болады. Zinesi kuyma. Zinenin teyinde kirmaşı için tosça koyulgan spesialliğine, doполнительный. Xalasanız da banda, xalasanız da benden koyarsa. Bedeni kuxnyası. Kuxnyası вообще ulu düşken, görüşleriniz için ulu aynalar düşken. Birinci etajı plite. Polisi özünde okat pişirip, özünde oturup okatlansanız da болады. İkinci etajını görüp ötemiz. Şunda birinci etajda bir zal, bir spalni oldu. Kuxnya, dalan, sanuzel. 2 xonasi var birinci etajda. İkinci etajda ise 4 xonasi var. Tak, sanuzelin üstünde sanuzel düşken. Görüşleriniz için belirlenen polin üstü pişen gelişten. Zalın üstünde xalasanızda zal. Xalasanızda kettelen spalni setsezi vardı. Bu dalanın üstten ikisi paşti bir xil razmerde. Görüşleriniz için birini balkonan var. Birisini kettelen spalni setsezi, birisini zal etip koysanız da болады. Açık balkonları var. Hem biri padmayak, suaq kılıngan. Üstü ağaç bilen bastırılgan görüşleriniz için taza. Meydemez, normalni. Ben de yine 2 tane spalnisi. Hem xonasi kette düşken, kichkina xonasi yok. Görüşleriniz için normalni kettirikti. Hem xonasini bu вообще yo'lda ekan. Даже zalning razmerinde ekan bir. 6 xonasi bor. Aynalar tushgan, hamma xonasida aynasi bor. Gaz, svet, sudan muammosi yo'q. Korobcha holatda turibdi. Даже bu zaldan amulroq ekan, kuxnya xonasi. Kuxnyaning üstü. Görüşleriniz için. Bahası 650 milyon so'm. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'rsangiz bo'ladi. 2 etaj, 6 xona, 2 sanuzeli bor. Korobcha holatda turibdi. Dokumentlar soz, to'g'ri oformlik etib olsangiz bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946 76 66. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar.